Ko'rib turganingiz, bu Vizantiya davlatining qadimgi teatrlaridan biri hisoblanadi. Bu hozirgi kunda eng yaxshi saqlanib qolgan, 70-80% saqlanib qolgan. Miloddan avvalgi davrlarda qurilgan yoki milodning boshida qurilgan bo'lishi kerak. Bu yerda asosan sahna asarlari, teatrlar qo'yilgan, qadimgi Yunon afsonalari, mifologiyalari sahnalashtirilgan. Bu yerda aktyorlar, bu sahna asarlari mana shu joylarda bo'lgan aktyorlar bu yerdan chiqib kelgan. Shuningdek, bu yerda Vizantiya davlatining nufuzli shaxslari, sarkardalari, lashkarboshlari xalq oldiga chiqib so'zlaydigan joy ham hisoblangan. Mana bu yerda ziyoli qatlam, ya'ni xalqning oldi qatlami bo'lgan insonlar mana shu joydan chiqib kelishgan. E'tibor berib qarasangiz, qadimgi Yunon va Gretsiya va Rim madaniyati, arxitekturasi mujassam bu yerda. Devorlardagi yozuvlar Yunon yozuvida, Yunon alfavitida yozilgan. Madaniyat ham, o'sha qurilish arxitekturasi ham qadimgi Rimdan ko'ra qadimgi Yunonistonga ko'proq o'xshaydi. Chunki biz ma'lumki, denizliga, umuman Izmir, denizli shaharlariga Gretsiya davlati yaqinroq, ya'ni qadimgi Yunoniston yaqin. Mana bu tomoshabinlar o'tiradigan joy, mustahkam toshdan qurilgan, 2000 yillik tarixga ega bo'lsa ham o'zini o'sha ulug'vorligini yo'qotmagan. Taxminan 1000 dan ortiq tomoshabin chiqqan. Mana shu yerda o'zida hozir 200 tepada 200 ga yaqin tomoshabinlar, ya'ni talabalar kelgan shekilli, bular hammasi turkcha gapiryapti. Aksariyati turk talabalari, o'quvchilari bo'lishi mumkin. Mana sizga ko'rsataman, mana bu zinalar xuddi hozirgi stadionlardagi zinalarni eslatadi. Toshlari ham mustahkam. Atrof chiroyli qal'alardan iborat bo'lgan. Demak, bu yer katta bir shahar bo'lgan. O'sha Pamukkala deyiladi. Pamukkala qal'alari, ya'ni oppoq qal'alar joylashgan chiroyli shahar bo'lgan. Keyinchalik urushlar, turli xil yurishlar, janglardan keyin bu joylar, qal'alar xarobaga aylanib qolgan. Bu bizga albatta kelajak avlodga o'tmish haqidagi ko'p narsalarni gapirib beradi va insonni shunaqa mustahkam qal'a qursa ham, insonni o'zi ham, uning o'tmishi ham o'ta ekanligi haqida gapirib beradi. Tashakkurlar. Muxlislarimiz qarsak chalishyapti. Biz endi qaytadigan vaqtimiz bo'ldi. Bu yerda ham turk muxlislarimiz ko'p, ko'ryapsizlar. Ular meni tanib qolishdi deydi-ku. Davom etamiz. Keyingi safarimiz Denizli shahri bo'ylab bo'ladi. Ko'rishguncha xayr.